vaqti baxtli. Sizlar bilan men Master va bugungi mavzumiz bugungi videomizda o'sha hardcore dunyoni ikkinchi qismi, ya'ni uy quramiz. Qani bo'lmasam, mana bu yerga kravatni qo'yib olaman-da, uyni qurishni boshlayman. Taxtalarim bor. Mana bor ekan. Qani bo'lmasam bismillah deb boshlaymiz. Oddiy shinamgina bo'ladi uyim. To'rtta tashlaymiz. Taglim bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Garsinkada 1,5 litrli chortoq ma'danli suvi bor yo'g'i 10.990 so'mdan. Oyim, endi biz bilan turib keldi. Oyim bizga qarab o'tiradilar. Siz bu ishlar qo'ldan qo'rqib qoldingizmi? Aka, meni eshiting. Men mushtariyni odasiman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hozirga qoch dedim. Seni sevgan yigit shu ishga qo'l uradimi? Yashab yetib boribman. Agar o'sha zamonda tug'ilganingda ikki oyingni ham sazvaga qildirgan bo'lardim. Orqalaringdan toshbo'ron qilgan bo'lardim. Toshkent davlat universitetida 3 yil, Londonda 1 yil o'qib, ikkita diplomni qo'lga kiritdim. Mening yurtim telekanalida Mana shunaqa bo'ladi uyimizda. Kichkinagina, mashinamgina. Turmushdagi xatolarning soyasi taqdirni o'zgartirish imkoni bormi? Taqdirni o'zgartirish oson. Sizlarga buni agar shu haqida ma'lumot bering desanglar, kommentariyaga yozib ketaman yoki описаниеda bo'ladi. O'shanga o'tib, o'shandan havolaga o'tib bilib olasizlar. Kanalga like bosib obuna bo'linglar. Sizlardan shuni so'rayman, voy bilat. Ko'rdinglarmi sizlar boylar? Voy ona. Siz pazandasiz. Mening qo'limda dudlangan quyoncha. Ekoyim o'z Lu Coco Bell. Mobil spam bo'lmasdan uxlash kerak. Alo. Kamila qizim, sizmisiz? Adashmadimmi? Yo'q, adashganingiz yo'q. Men Kamilaman. Uzr, sizni tanimadim. Kuzpurushni qarang. Zota sabzi tushdi yaxshi. Fermacha qilsak bo'ladi. Nima o'tishmayapti? Bitta o't olishim kerak. Mana. Ungacha o'zimiz ko'rishib, gaplashib olsak nima deysiz qizim? Agar qarshi bo'lmasangiz albatta. Ko'rishib deysizmi? Faqat uchalamiz. Sanjarni ham bundan xabar bo'lgani yaxshi.
camelo, chimpanzini, bananini, fragini, golubini, tralalelo, tralala, orcala, afato, patamu, cucufato, elefanto, bombardilo, crocodilo, espion, hepsi Baraka. Sanjar oğlum sizi maqtagancha baraka. Bolangizga rahmat. Onda qizim yana xabarlashamiz. Xo'pmi? Sog' bo'ling. Bor ekan. Yoki kinolardagidek o'g'limni tinch qo'ydirmoqchi. Yok. Panjaraga osiladigan joyim yo'q. U judayam yaxshi inson, lekin qanaqa ayolligini bilmayman. Sizni ovora qilib qo'ymadimmi, qizim? Yo'q, bemalol. Bir ko'rinishda mayli yoqib qoldingiz. Istaringiz judayam issiq ekan. Ha, endi o'tmishingiz haqida xabarim bor. Esiz. Sizday qizga mos er uchramagan ekan. Ha, mayli. Hayot ekan. Mana do'stlar, videoni to'xtatib shuncha narsa qildim. O'ynalar qildim, qo'llarni qildim. Mana bularni ham bekitib chiqdim mana shu yergacha. Endi bizda bitta vazifa bor. Bu ahmoq bildirish kerak. Meni kimligimni bilgan bo'lishingiz Ahmoq suvga chiqarmaganni. Ey jonga tegding ey. Zaret 5% qoldi-yu. qizingizga umuman o'xshamas ekan. Otasini o'zi shekilli. Ha, shunaqa. Nimayam deysiz? Mayli. Unda men asosiy masalaga o'tsam. Meni o'g'lim Sanjar bilan qizingiz begona emas. O'g'lim xudoga shukr, hech kimdan kamchiligi yo'q. Zo'r yigitlardan faqat Do'stlar, uyga birdan-ungacha baho beringlar va kichkina fermachamga ham. Bu qanday birdan o'sib ketdi desanglar, random speedni, ya'ni Minecraft tezligini 50 qilib qo'ydim. Bilan sindirib tashlayman. Mana gullar ham ekuvdim, video boshi birinchi qismda ularni olganman. Mana uyim tomini endi bitirdim. Asosda chiqaman, tomini ikkinchi qavatdan bo'ladi hali. Ko'rasizlar, hali hamma og'zi ochiladi, dumalab. Mana shunaqa gaplar, do'stlar. Meni desa qo'l ko'rinadigan qildim, faqat unday qilsam birrak bo'lib qoldi. Hali siz uzoq yashaysiz. Menga nimaligini qancha kerakligini bilasizmi? Bu kunlar bo'lsa hali o'tib ketadi. Xavotirim. O'sha kunlar Ana shunisi bo'lmayapti-da do'stlar. Qaranglar. Pastga bossam, tepaga qaraydi. Tepani bossam, pastga qaraydi. Nima u? Otasi haqida qanaqa gap so'zlar bo'lib turganini eshitib turibsan, ko'rib turibsan-ku. Mana to'g'ri. Yurak qon tomir kasalliklari insonni salomatligiga Uxla, kech bo'ladi, kech bo'layotir. Kech bo'layotir. u to'xtaydi. Nima o'tirib ketdi? Ay, yaktalab qo'ysin.
yurakka ham xuddi shunday qarab turish kerak. Turli Ye, bala, qanaqadir bug bo'ldimi? Настройкаdan shu bir nimalar kavlab tashlab, buzib tashladimmi deymanda. Voy bala. Nimaga ertalab bo'lmayapti? Uf. Bala. Bala. Bir nimalarni buzib tashladim-da настройкаdan hozir. Mana do'stlar cheat qilib Nima qilyapsiz? Tonqollar mana tepada mana odamchan ko'rtirishinglar mumkin mana. Ana ko'ryapsizlarmi? Yuguraman. Va! Yonayapman. Grill bo'lib qolaman, grill bo'lib qolaman. Grill. Do'stlar kanalga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Mana bu yerda sandiqcha chiqib qoldi. Voy, nima bu sandiqcha chiqib qoldi? Nastroykadan bir nimalar tug'ilib qaranglar do'stlar. Inventar kichkina. Xuddi kompyuterdagida, lekin menga yoqmayapti bu. Hammasi joyida yetib kelganimizdan xursandmiz deyaptilar. Nima yo'q bo'lmayapti? Noqulayliklar uchun uzr. Boshqa bunday holat takrorlanmaydi. Qani, marhamat, ichkariga kiramiz. Bela yana yonib ketaman. Hop, yaxshi, ketdik. Keyingi videolar uchun like bosib obuna bo'linglar do'stlar. Sizlar bilan men Master bo'lim. Xayr.